Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa mana Toshkentdan yuklarimizni tushirdik. Vodiyga, Farg'onaga yuklarni ortdik. Ortib endi sekin astalik bilan harakatdamiz. Tanish holatmi? Toshkent ko'chalari. Profga, svetoforga. Yukni ortib chiqdim, lekin yuk ortishni bilishmadi. Noto'g'ri urib qo'ydi. Hozir oldi tarafiga og'ir yuk ortdi, orqa tarafiga yengil ortib qo'ydi. Qaytsam tushunishmadi. Shokolat yuklaganman Farg'onaga. Og'irroqlarini oldiga qarab yuklab qo'ydi. Padunda bo'lmasa, lekin bir xilda bo'yi standart. Mayli endi bir narsa qilib ketamiz endi. Bir safar basu. Shofyorda aytganini ham qilish kerak-da bu yuk uradiganlar. Sen qayerdan bilasan deydi ba'zi birlari bo'ldi deydi-yu. Yukim sig'may qoladi deb bahonalari, shunaqa gaplari bo'ladi. Mayli endi. Bu safar ham chidaymiz. Aka nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lingizda ketavering. Bularda kichkina mashina bas-ku. Ammo o'z yo'lida ketaversa yaxshi bo'ladi. Chinor postga qarab kelyapmiz. Endi shu yerda tarozi bor. Ba'zan o'lchov tarozi. Besavoy kontrol. Mana keraklichi qalay bo'lardi ekan. O'zimizni taroz bilan qanaqa ko'rinardi ekan. Birdaymikin kelasiz. Hozir chash tarozida qanday ekan? Sekam 34 tonna ekan. Общий вес to'g'ri ko'rsatyapti. Hayron qoladi-yu. Chinor postga qarab chiqish вообще probka. Nima qilyapti oldi tarafda? Tekshiryapti deydi. Orqa ham turna qator bo'lib ketgan. Endi post hududiga qarab kela boramiz. Keyin bilamiz endi nima sababdan tekshiryaptimi, nimadir bo'lyaptimi, qandaydir profilaktika. Nima bo'lyapti bu tilga? Charchapsiz shekilli. Shunaqa. Qandaydir tadbir bo'lyapti shekilli. Piraval. Navbahor ota choyxonasi. Ishxona shu yerda dam olgan. Sekin astalik bilan tushib ketyapman. Asta sekinlik bilan. Ertatoyni quyosh charaqlab yotibdi. Endi xudo xolasa, mana oltiariqqa ham yetib kelib qoldik. Yuk tushirgani Farg'ona shahariga qarab o'tib ketamiz. Farg'ona shaharida yuk tushiramiz endi. Yuk tushiradigan joyimiz ham shu 5 bola tarafdan shekilli. Aniq manzili yo'q. Bagazda berishgan. Shoh tarafni ko'rsatdi. Endi hozir aeroport tarafdan kelyapman endi. Farg'ona xalqaro aeroporti. Farg'onamning Fariba ishlari deb obodonlashtirish. Aeroport atrofi ham juda chiroyli-da, manzarasi. Yuk tushiradigan joy Farg'ona avto oyna bor edi. Avto oyna. O'shani oldida ekan, shuni orqa tarafida ekan. Xudo xolasa hozir birinchi mashinani tushirib olishyapti ekan. Olib kirsak, sразу karada tushirib oladi. Tezlik bilan, xudo xolasa. Yuk tushirishga qo'yib berdim, tushirishyapti. Asta sekinlik bilan. Ayol paddonda tars tizib tushirish bo'lsa, xolos.
xohlasa yukam tugadi, bo'shadi. Hech narsa qolmadi. Bo'shadi endi. Olti ariqqa qarab harakatda. O'zbekistonimiz tengdir O'zbekistonga. Farg'ona san'at saroyi. Endi olti ariqqa qarab yo'l oldik. Yo'l chiqib oldik san'at saroyi, Bag'ir Media Park. Endi astalik bilan olti ariq qayerdasan? Farg'ona xalqaro aeroportda. Shu joydan qaytib ketamiz endi. Shaharda qatnaydi endi bu yo'l. Bizda yangilik. Oldini balonini yangilik. Bu balon yaxshi edi, Hankook. Prosta o'zgartiryapti. Yangi qo'yiladi. Yangi Hankook qo'yiladi. Balonlar 250 ming probeli. 250 ming tana baz 240 ming yoqara o'tmaydi. Lekin holatlari yaxshi. Balonni yetgan paytda kalotkani ham ko'rib qo'yamiz. Kalotkaga ham mana qancha bo'lib ketdi, 50% kishi bor ekan. Bu yilga tezonda oladi bunda holatda. Bu qodamxonaga ham taqsirdan qo'yapti balonni. Manzili Farg'ona Oltiariq eski tarafda birlashganda joylashgan. Shu joydan endi Hankook qo'yamiz yana. Birinchi yangi balon mana. 2025 yili 43-hafta ekan. Bu ikkinchisi. Xo'p, yili qani? 2025 42-hafta ekan. Yilda oxiriganda 25 ekanlar. 26 hali kelib ulgurmabmiz. Hankook. Video shudi ham yechib o'yinda chapga o'ngga qilyapmiz. Video shudi ham kalotkalarimiz zakonli turibmiz, xudo xolasa. Bu tarafda bu tarafga qo'yyapmiz, o'yinda chapga o'ngga aylantiryapmiz. Xudo xolasa mana balon bo'ldi. Hankook qo'yib bu video shudi o'ngini chapga, chapini o'ngga qilindi. Prinsiplarda ham xuddi shunday. Cho'tga qiling, narigi eski Hankookni o'rta mosga qo'yib yubordik. Endi mo'yka. Qo'ychoqda bitta mo'yka qilish qoldi. Balonlar hammasi cho'tki bo'ldi, ko'ngildagidek.